Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yine bugün Xorazm viloyati Hazarasp tumani Oqmaydon mahallasi Alay rayonida Xudo xolasa ish boshlaymiz. Bugün 6 aprel 2026-yil. Görüşeceğiniz mümkün turbalarni ekib Xudo xolasa tushiryapmiz. Turbalarımız 2,5 stenka kalınlıkta. Bataryalarımız yine 40 santimliktan Duralimin bataryalarımız. Zengi morluk turbo. Mideci deveyli aparat hem mevcut. Bize hizmetleriniz bölümünde olduğu için aytib o'taman. Bize gaz ataplini, stirn ataplini, kömür ataplini, toplipol kanalizatsiya barcha turdagi ataplini santexnika ishlarini professional darajada uyingizga borib, ko'rib, o'lchab, siz bilan dogovor etib, xudo xolasa shunday ishni boshlab bitirib topshiramiz. Hammalarni o'zimiz olib borib, bu uchun sizlar pastda turgan nomerlarga telefon etasizlar va ishlaringiz bitadi. Aziz do'stlar, yine uyning egasi kotyolni olib ketdi ekan. Xudo xolasa Magnum degan kotyol. Shuni xudo xolasa ustunib ketib beramiz. Ochilishlar ne içinde yine anlaşmasam 2 zeti bo'lishi kerak. Hava 2 zet. Yotqana bergindenasına 1 zet bo'lishi kerak. Anlaşmasam. Graduslari. Pesinde açıp o'tin saladım. Kül aladım ejderi. Onda 200 kvadratlı Magnum degan kotyol. Siz sağ olun, Xudo xolasa ish jarayonlaridan chiqarib boraman. Videomiz manfaatli bo'lmasa obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar.